Erkak uydagi hamma gapni borib onasiga aytsa nima qilish kerak bu vaziyatda? Birinchi navbatda bilishingiz kerakki, erkak nima uchun borib doim hamma gapni onasiga yetkazadi. O'zini shaxsiy fikri yo'q, bu birinchisi. Ikkinchisi atrofdagilardan tasdiq kutganligi uchun, uchinchisi nima qilishni bilmayotganligi uchun. Bu vaziyatda katta ehtimol bilan oila buziladi. Nima uchun? Chunki har doim qaynona kelindan nuqson qidiradi va shu o'rinda kelinni ham yomon ko'rishni boshlaydi. Kichkina qilgan xatolari ham qaynonaning ko'zida juda ham katta bo'lib ko'rinadi. Natijada esa o'g'lini urdirishi, o'g'liga qayrashi kelinni bu tabiiy holat bo'ladi. Siz esa bu vaziyatda nima qilishingiz mumkin? Shunchaki savol bering erkakka. Hamma gapni uyingdagi gaplarni borib tur onaga aytishing bilan sen nimaga erishasan? Agar erkak shu savollarga javob beradigan bo'lsa, javob topadigan bo'lsa, o'zgaradigan bo'lsa agar, shundagina bu oilani saqlab qolishi mumkin. Agar o'zgarmayotgan bo'lsa, katta ehtimol bilan shu bola bilan yoki bir umr yashaysiz yoki boshqa bir